Bering. Nima gap? Dadang qahramonlik qilmoqchi ekan. Yo'q. O'tinaman, iltimos, kerak emas. Bas qiling, iltimos. Umurtqangni sindirib, asablaringni qirqib tashlasam, hech nimani sezmay qolasan. Yo'q. Susan, kechir meni. Biz istamagandik. Dada, meni o'ldirishmoqchi. Nima? LJ. Tomog'imga pichoq tirab turishibdi. LJ. Dada. Susan, unga tegma. Rostini. Michael uchuv 13 qochmoqchi. Biz almashish joyida uchuv 45 da uchrashamiz. Biz faqat u yer xavfsizligiga ishonch hosil qilmoqchi edik. Faqat shuning uchun shunday qildik. Gapimga ishon. Qutqarishga urinib, yana o'sha xatoni takrorlamoqchi bo'lgansiz shekilli. Yo'q. Biz umuman qutqarishni rejalashtirmagandik. Yo'q. O'tinaman. O'g'limni qo'yib yubor. Unga tegma. Jinnursa. Yomon yashamayapsiz shekilli. Shundaymi? Yaxshiligidan hatto ketgingiz kelmayapti. O'ylab olishimga vaqt kerak edi. Menga esa panamaliklar bilan kelishuvni rasmiylashtirishim kerak edi. Lekin men bu yerga keldim. Sizni bu yerga kelishga ko'ndirish oson bo'lmagan aniq. To'g'risini aytaman. Siz bilan uchrashishni rosa kutgandim. Lekin bu yerga kelgach, unchalik qoniqmayapman. Buni u ketgach hal qilsak bo'ladi. Bilmadim. O'ylab bo'lmadingizmi, Alex? Umumiy tartibda 8 yilmi? Muddatni 4 yilga tushirdim. Bugunoq AQShga ketamanmi? Maxsus ishlar bo'yicha prokuror sizni qo'yib yuborish bilan ketasiz. Yana qanaqa prokuror? Unga bo'lgan ishlarni gapirib berasiz. U ko'rsatmalaringiz qanchalik muhimligini belgilaydi. Bu rasmiyatchilik. Rasmiyatchilik? Oddiy rasmiyatchilik. Agar bu menga bog'liq bo'lganda, umrbod shu yerda o'tirardingiz. Lekin Adliya vazirligi prezident Reynoldsning hamma qora ishlarini fosh etilishini rejalashtirgan. Alex, bu adolatdan. Siz ishingizda ko'p xatolar qildingiz. Buni ikkimiz ham bilamiz. Bu atay qilinganmi, yo'qmi har qalay. Xonamda buni tasdiqlovchi 8 ta ish bor. Agar bu taklifni qabul qilmasangiz, aminmanki bu hayotingizdagi eng katta xato bo'ladi. Uni kim o'ldirganini bilaman. Ha, albatta. Lechera. Bu nima ekan? Buni Aleksandr Mahoni kamerasidan topdim. So'roq ham qilib bo'lmaydigan odamni bo'yniga ilish juda oson. Yetar endi. Cheo. Mahbusni olib chiq. Vaqt bo'ldi. Buni Uisler qilmaganini bilasiz. Pichoqni kameradan topdim deyapti-ku. Bu meni aybsizligimni isbotlaydi. Bu tahqirlash-ku. Tenglik, adolat haqida gapirasan. Aslida zolim hukmdorsan. Zolim hukmdorlar kabi hokimiyatni yo'qotishdan qo'rqasan. Davom ettirishing g'irt ahmoqlik. Jazolaydigan odam bo'lsa, haqiqiy qotil kimligi bilan ishing ham yo'q. Boshqasi seni qiziqtirmaydi. Men aybdorni topdim. Jazosi esa o'lim. Sen xato qilyapsan. Bu qotillik. Buni ikkimiz ham bilamiz. Mard bo'lsang tan ol. Haqsan. Bu qotillik. Kerak emas. Men buni hovlidan topdim. Avgusto buni menga mukofot sifatida berardi. Endi sen chekib sasitibsan.
Boringlar. Nimadir bo'ldimi? Juda ayanchli. Bitta noto'g'ri harakat qilsang, notanish kishi loyga bulg'ab tashlaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'g'lingni yaxshi ko'rishingga shubham bor. 2 soniya o'tsa boshidan ayrilardim. Seni deb. To'g'risini aytdim-ku. Balki, lekin yana biron narsani rejalashtirgan bo'lsang, voz kechishingga to'g'ri keladi. Tushundim. Juda yaxshi. Axir bu ana bu suratda ushlab turgan gazeta-ku. Qo'ldan kelgani shu bo'ldi. Vaqt kam edi axir. Michael buni sezmaydi deb o'ylaysanmi? Ha. Salom Michael, mana surat. U yaqinroq ko'rishni xohlaydi. Senga yordam berish jonimga tegdi. Tush. 1 soatdan keyin ko'rishamiz. Bugun futbol bo'ladimi? Yo'q, futbol bo'lmaydi. Tayyormi? Soqchi yarim soatdan keyin uxlaydi. Demak, hammasi yaxshi. Unchalik emas. Ular kunduzi qochishingizni bilishadi. Sen aytdingmi? O'zi payqab qoldi. Nega aldamading? O'zi payqab qoldi. Ustun kelish uchun nima qilamiz? Hech nima. LJ bilan Sarani indamay berib yuborishadimi? Bu juda xavfli. Biz biron narsa qilsak Ularni azoblashadimi? Yo'q. Uistlarni olmoqchi bo'lishsa bunday qilishmaydi. Hammasini halol qilamiz. O'yinsiz, syurprizlarsiz. Kelishdikmi? Suratlarni ko'rsat. Menga suratlarni ko'rsat, Link. Bo'la qol. Iloji yo'q, qariya. Nega yo'q? Nega, Link? U o'ldi, Michael. Senga yolg'on gapirdim. Kechir. Agar bugun qochmasangiz, o'g'limni ham o'ldirishadi. LJ'ni o'ldirishadi. Michael, shunday qilish kerak. Michael, majburmiz. Michael!
Sara o'libdi. Uni o'ldirishibdi. Afsusdaman. Men uni sevardim. Endi u yo'q. Hammasi seni deb. Nima? Voy, tinchlan. Nima? Bu seni aybing. Nima? U norozilik bildirdi. Jang bo'ladi. Nima qilayotganingni o'ylab ko'r. O'ylab bo'ldim.